Hurmatli obunachilar, yaxshi lokatsiya bo'lsin, yangi hovli bo'lsin, sifatli hovli bo'lsin degunchilar, yaxshi lokatsiyadan joy topib qo'ydik. Shahar soliqning orqasidan juda elitni mahalla bu. Ana shu hovlimiz sotuvda. Yangi qilingan, arzon qilamiz. Darvozamizga kirish eshigi, yangi eshik qo'yilgan. Mana stumbalarni chiroyli stumbalar. Zilon zona ham mana chiroyli qilib o'rab qo'yilgan ekan. Bismillah. Kirish darvozamiz chiroyli stumbalar qo'yilgan. Shunday qilib akva bilan o'rab qo'ysa ham bo'lar ekan. Uyimiz polni kanalizatsiya ulangan. Mana aka 8 tonnalik hovuzlar qo'yilgan. Suv o'zi samoxod bilan to'laveradi. Buni podvalni bitishni eng arzon qilib. Bu erkaklar uchun mehmonxona. Kaliti yopiq ekan. Bu asosiy uyga kirishimiz. Bitta zimniy kuxnya oshxonamiz. Ayollarimiz mehmonxonasi. Uyimiz polni plita bilan yopilgan, ikki etajga mo'ljallangan. O'zi ikkinchi etaj bo'lishi kerak edi. Sanuzilimiz. Xonamiz polni montajli bo'lgan, ves uyimiz issiq poldan ikkinchi xona. Mana radioteknik spanni yotoqni o'zimiz sanuzil bilan. Hovlimiz o'rtadan qurilgan, havo aylanish uchun bo'lishi. Tarafga mana zilon zona ham joy qoldirilgan ekan. Yo'tasi kladovka qilib qo'yilgan ekan, отопление. Mana ikkita xonamiz tayyor. Bemalol yashab turib, abdelkasini davom etkazib bo'lar ekan. Yakın tıkalar sayıyor. Sularımız kelib turadi. Hojatxona, dushovoy. Uyimiz polni shitdan o'chiriladigan qilib qo'yib qo'yilgan, bezopaslik uchun. Bu esa hovlimiz 6 sutaga joylashgan, 8 xonadan iborat, 2 etajga mo'ljallangan, kanalizatsiya, svet, suv, gazlar o'tgan, muammo yo'q. Narxini egalari bilan savdo qilib olsanglar bo'ladi, kelishilgan holda uy joy mashina hisoblab olishadi. Real 0 o'tgan real raqamlar pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.